erkak kishida nima bo'lishi kerak munosabatda, что важно deyishsa agar ishonchli bo'lishi kerak-da, понимаешь? Mana ertaga farzandli bo'lganda ham, bolangga qara, bolangga qara, bola yig'layapti deb emas, o'zini olib qochadigan emas, balki kir bor, o'zing dam ol, o'zingga qarab ol. Men qarayman bolaga deb, bolaga qarab, kerak bo'lsa cho'miltirib, boshqa qilib, mana shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Bunaqa erkak bilanchi ayol hech qachon qo'rqishi kerak emas ertasi kunidan. Qancha topishi muhimmi? Qancha pul topishi? Qancha topishi, mana hozirgi vaziyatda, hozirgi holatida, mana yosh bo'la turib, men o'ylayman hozir muhim emas. Mana qancha muhimi undagi harakat. Uyda o'tirib kompyuter o'ynaydimi yo divanda yotadiganmi yo ish qilmaydiganmi yo kimnidir qo'liga qarab qolganmi yoki o'zi harakat qilyaptimi? Dobrota bo'lishi kerak. Baribir erkakda добрый bo'lsa, добрый, hayvonlarni yaxshi ko'radigan, odamlarga nisbatan ichida miloserdiyasi bo'lsa, bunaqa odam bilan spokойно ketsa bo'ladi, kelajakka qarab.